Hozir. Ha, Ulug'bek qo'lasi chiqmasdan chiqib olding. Chiqmasdan demidi, qichqirmasdan deyiladi. Ha, nima gap? Xullas amaka, men kompyuterga totdim. Ha, pulni qancha olding? Zachiladan, yo'lkalardan, ovqatdan orttirgan pullarimni oldim. Ha, menga nima qog'oz bor kompyuteringda? Oyim mabodo chiqmasa. Ayyo, men ular kim bilan ishlaganlashdim. O'za davirida men chiqmanglar, navoda chiqmasalar sira kiraman, bo'pti. Aralashtirma Ulug'bek. Pul, sen o yili chapot tez borarkansan. Seriyozmi? Ha? Hozirga o'ynab qo'y, keyin boraman. Vaqtim kuyib ketmasin. Voy kichkina, ozgina vaqting qolibdi, qo'shtirasanmi? Oka, parajnak yurmasangiz-chi, chap tarafda sher yig'iyman deb turing. Qoch o'zim o'ynayman, sirpan bo'tda. Nima yo'da? Aralashma dedi. Voy, oka, ketayotgan bo'lsangiz kompyuteringizda o'ynab qo'ysam bo'ladimi? O'ynayver, bo'pti. Rahmat. Voy Ulug'bek. Hozir Oyantni kim bilan kelyaptilar? mehrlar o'zi yaqinda keldim-ku. Tashqariga chiqib ko'rdingmi o'zi? Voy! Qorong'i ketdi-yu. Voy, oyimmi? Ko'zingni siydigiroq qisma menga. Bilmaysan. Kechiring oyim. Kechirim so'rashdan oldin o'ylash kerak edi. Ana, adinam keldilar. Ya, adasi bunizga tarbiya berasizmi yo'qmi? Men aytganimni qilmaydi, qachon qarasan? Ko'chaga chiqib ketadi, joni. Annangni sana turishinglar. Remen qani? Optiga yoqqa.